Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana kechagi tugatgan ishimizni bugun qoliplarni yechdik. Mana ishni chiqqaniga o'zlaringiz baho berasizlar. Menimcha mendan ham yaxshi ishni tushunayotganlar bor kuzatuvchilar orasida. Mana chag'il chiqqani uchun, rik chiqqani uchun arasponi yopib berilgan. Chag'il chiqqan ana bu o'xshasi. Yangi imoratlarga oldinroq qilib beramiz, чтобы bu kanalizatsiyamiz sechgan, tayyor qolib, akkuratni bo'lib, erta bir kun sechgan buzmasligi uchun chiroyli qilib beramiz. Kimga shunaqa chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa, biz o'zimiz borib, joylaringizni ko'rib, qo'ldan kelgancha maslahat berib, xuddi shunday akkuratni qilib bitirib beramiz. Undan umuman muammosi yo'q. Narxlarni ham chiroyli qilib kelishtirib qilib beramiz hozir. O'sha sezon uchun, ish ko'pligi uchun narxlarda muammo yo'q. Bemalol telefon qilsangiz bo'ladi Buxoro bo'yicha. İşte görüyorlar.